Keladi, xafa bo'lma. O'zimiz qiynalar ekanmiz. Oltariqliklarni ham hasharga chaqirishimiz kerak. Azbi, bu yoqqa jigarim. O'zimiz qiynal ketyapmiz. Mana biz shuncha ishni qildik. Endi qolgan oltariqliklarni ham hasharga chaqiramiz. Ertaga bozormi? Ha, ertaga bozor. Bozor kuni soat 9:00 da hammalaringni Azbekda uylarda kutamiz. Manzil Hamza shaharchasi. Kanal bo'yidan kirganlaringda, misol kanal bo'yidan va proparkaga yurganlaringda, Kanal bo'yiga kirganda ikkinchi mahalladan to'g'ri kezalar Azbekda uylarga kelar ekansizlar, do'stlar. Kelib yordam bermasalaring bo'lmaydi. Mana shuncha odam mana harakat qilyapmiz, to'g'risi ertaga Samsung kelar ekan, Kamaz kelar ekan. Mana shularni yuklab berib yuborishimiz kerak, do'stlar. Siz kela olmasangiz, qandaydir ehson kartalarni ham qo'yib qo'yamiz, ehson qilishingiz mumkin. Yoki Samsung mashinangiz bo'lsa yoki Kamaz mashinangiz bo'lsa, shu orqali ehson qilishingiz ham mumkin. Do'stlar, shu videoni oltariqliklarga jo'natib qo'ysangiz ham savob bo'ladi. Like bosib, ko'proq odamga tashlab qo'yinglar. Qancha ko'p odam kelib shu yerda bizga hasharga yordam beradigan bo'lsa, do'stlar, mana shu Azbekda uyi bitib, tezroq uylab boramiz. Kelishadi, shu videoni ko'pchilikka jo'natishadi. Jon uka bitib ketadi, tezroq shu bolani ham uylab, mana shularni bitirib boramiz. Kelinglar oltariqlar, bir kun hashar qilamiz, shu yerda tekkizlaymiz. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Azbek mana yurakdan yig'layapti. Kelinglar do'stlar, oltariqliklar, bekorchi bolalar, shunday kesalaring mana shu yerda bitta g'ish olsalaring ham yoki bitta taxtasini ko'tarib yuborsalaring ham shu Azbek uchun foyda bo'ladi. Agar kela olmasalar shu videoga like bosinglar, komment bosib, ko'proq oltariqlarga jo'natib qo'yinglar, ular kelishi mumkin. Yoki ehson kartani qo'yib qo'yamiz Azbek. Kimdir kela olmaganlar ehson qilishi mumkin. Kelaverasizlar do'stlar, hammalaringni kutamiz. Biz ishni boshlaganmiz, shu yerdamiz. Ertaga hammalaringni shu yerda kutib olamiz. O'zingga og'ir ko'pchiliklar ish qilamiz. Mana o'zimiz blogerlar hashar qilamiz deb to'g'risi ulgurmadik do'stlar. Sizlar bilan baribir ko'pchilik bilan shu yerda biz zo'r bitadi do'stlar. Kelinglar. Ukajonim keladi. Keladi, xafa bo'lma. Ko'ryapsizlar mana, kelinglar mana blogerlar o'zimiz harakat qilyapmiz, bo'lmayapti, to'g'risida. Sizlarning yordamlaringiz kerak. Kelolmaydiganlar shu videoni ko'proq odamga jo'natib qo'yinglar, ha deb tarqalayapman. O'shalar kelishi mumkin. Do'stlar, hammalaringni Azbekda uyda kutamiz. Manzilda telefon orqali gaplashib kelsalaring ham bo'ladi. Nomerni pastga qo'yib qo'yamiz. Kelaverasizlar. Davay ishni qilib turaylik, ertaga bolalar kelguncha